Anachi o'xshab gapiramiz biz bocha. Assalomu alaykum akalar. Bizda bugun yangilik bor deb boshlaymiz-da. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bizda yangiligimiz bor. Yuvanapmiz. Eng full Smart Drive keldi. Eng full emas, ikkinchi pozitsiyani eng full deyiladi. Hop, bundagi o'zgarishlar bilan hozir mana bu ikkinchi pozitsiyani oddiysini o'zini ko'rsatamiz. Hop, birinchi o'rinda yuzidan, basharasidan boshlaydigan bo'lsak, bizda mana bu ko'zlaringiz tushishi mumkin. Bu avtotormojeniya o'zi avtomatik ishlaydi. Keyin barini o'zi oldi bamperning o'zida o'zgarish bo'lgan. Birinchi o'rinda tuzilishi o'zgargan. Mana bunga qaraganda mana bunisi boshqacha. Tuzilishi o'zgargan hisobiga oldida avtotormojeniya ham bo'ladi. Ikkita emas, parktroniklari bunisida 6 ta bo'ladi. Oldida 6 ta, orqasida ham 6 ta parktronik. Общий xavfsizlik uchun 12 ta parktroniklari bor. Bo'ldi, boshqa joyda o'zgarish yo'q. Keyin laboga keladigan bo'lsak, laboyimizda kamera qo'shilgan. 3 ta kamera tepada, bitta kamera pastda. Bitta pastdagisi video registratsiya qiladi. Tepadagi 3 ta kamera liniya tutish uchun, avtopilot, avtoparkovka uchun ishlab beradi. Xo'p, bunisida shunaqa bo'lsa, bunisida ham joy qo'yib ketilgan, lekin unaqa narsalar yo'q. Ikkinchi pozitsiyani o'zi. Bunday bor narsalarni sanab o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda xo'p, 360 kamera bo'ladi bunda. Avtotormojeniya hech qaysida yo'q, dopopsiyada ham yo'q. Keyin old orqa bamperda parktroniklar soni 12 ta emas, bunda 6 ta bo'ladi. Oldida 2 ta, orqasida 4 ta. Xo'p. Bo'ldi, boshqa narsalari yo'q. O'sha исключай достуp, 360 kamera. Boshqa narsa unda ko'rganim yo'q hali. Xo'p. Mana yon tomonga kelamiz. Mana bu yon tomonda ham kamera qo'shilgan. Bakoy oynalari yonida ham kamera qo'shilgan. Bular parkovka uchun ishlab beradi, avtopilot uchun ishlab beradi. Mana bunisi oddiy 360 kamera. Bakoyimizda slipoy zonasi bor, qo'yib ketishgan, dopopsiyaga o'xshab. Slipoy zonalarimiz ham bor. Бесключевой доступ, slipoy zona, avtopilot, avtoparkovka uchun kamera. O'sha 16 kalpaklik diska. Kimdir qo'qon diska deydi, kimdir kalpaklik diska deydi. Tepasida panoramasi yo'q. Oddiy tomni o'zi. Oddiy tom o'zi bo'lgani yaxshi, chunki panoramasi borida oddiy shisha bo'ladi, shishadan вообще issiq o'tib ketadi. Xo'p, orqasiga kelamiz. Mashinaning orqasi bir xil, oldingiga o'xshaganda. Faqat mana bu yozuv smart qo'shilgan. Keyin tepadagi kamerasi qo'shib ketilgan bunda. Qolganlarda hech qaysida bunaqa kamera bo'lmaydi. Faqatgina bitta 360 kamerasi bo'ladi. Hattoki dopopsiyada ham shunaqa. Xo'p, endi ichki qismiga o'tamiz. Orqadan boshlaylik. Mashina bilan nima beramiz? Shunisini ko'ramiz. Bitta 7 kilovatlik zaryadchik. 7 kilovatlik zaryadchikdan keyin o'zini ichida 1,5 kilovatlik zaryadchik. Dvornik yamaydigan, keyin zinak beramiz. Bo'ldi, boshqa narsasi yo'q. Kimdir garantiya beradi, mashinaga kimdir garantiya bermaydi. O'sha garantiya berganlar ham qilib bermaydi. Agar men YouTube kanalimdan keladigan bo'lsangiz, narxini ham chiroyli qilib beraman. $500 arzon qilib beraman. 1 yil garantiya ham beraman, poli ham beraman, hammasini beraman. Orqani ko'rsatamiz. Oldi qatori o'tmaymiz. Mana shu turish o'zi normalniy. Ko'p turilsa ham mana shuncha bo'ladi. O'zi orqa detishchi deyiladi. Yosh oilalar uchun maza. Mana bu joyga kostyum kiyimingizni ilib qo'yasiz. Qolgan joyi bir xil. Charm. Eng qizig'ini aytamiz, olib keling. Eng qizig'i bunda avto oyna qo'shilgan. O'zi tushiradi, o'zi ko'taradi. Bu faqat dopopsiyada bor, boshqasida yo'q. Bu smartga ham qo'shib ketgan hozir. O'zi 23 minglik mashin bu, lekin narxini qancha past qilib ketgan. Agar kim biladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsin. To'g'ri bo'lsa, to'g'risini aytaman, bo'lmasa yana aytib ketaman. Keling. Hop, mashina birinchi o'rinda ruli charm. Charmdan plastmassa emas. Orqasida avtopilotniki qo'shilgan, knopka. Mana bular bakoyniki, dalni bilish bo'ladi. Mana skor richak rulga qo'yib ketilgan gitara qilib.
Hozir mana bu joyda yo'q. Bu joyda nimalar bo'ladi? Qarang. Bu joyda start stop, avtoparkovka, parkovka o'zi qo'yadi. Avarinka rejim, sport, normal, standart, eko rejimlariga qo'yadigan, laboy qizitadigan, keyin ovoz baland past qiladigan bo'ladi. Tablomiz Dopopsian tablosi qo'yilgan, lekin ko'rinishi, ichki dizayni boshqacha bo'lgan. Dopopsida bunaqa narsasi yo'q. Dopopsiyadan ko'ra mana Smart Oydan tavsiya qilaman men. Bu tomon charm, eshik charm, avto oynalar hammasi qo'yilgan. Xo'p, bakoylar yopilib ochiladi. Please check if kiss inside car. Dopopsiyani o'rnida qo'yib ketilgan. Mana bu joydagi orqani ko'rsatadigan oynasi ham dizayni o'zgargan, shishani o'zi. Xo'p, bu tomonda nima bor? Bu tomonda hozir aytib o'tib ketgandek 3 ta kamera, video registratsiya uchun joy. Ikkinchi pozitsiyada bunaqa narsalari yo'q. Tepada o'sha oyna yonadi, svechchasi, bu tomonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Boshqa narsalarni hozircha ko'rganim yo'q. Bering ichkaridan ko'rsaman. Hop, oynamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tablo katta tablodan. Mana bu ikkinchi pozitsiyaning tablosi emas, kichkinagina. Bu eng katta Dopopsiyaniki. Yaqindan ko'rsak, mana shunaqa narsalari qo'yib ketilgan. Avtoparkovka uchun mana bu knopka ham qo'shilgan. O'zi yuvanaplarda bo'lmaydi bunaqa narsasi. Bu stakanchik, o'sha bar, hop. Bu tabloniki, telefon, mikrofon, muzikalarni tizib, ovoz past baland qiladigani, cruise control, masofa saqlaydigan, 360 kamera bo'ladi bunda. Xohlasangiz mana o'chirib qo'ysangiz, mashinaning tagini ham ko'rsatadi. Mana 540 nechi deyshadi. Ya'ni chiqdi 360 dan shunaqa. Mana yon tomondan ko'rinishi, oldi ko'rinishi anchagina tiniq bu. Shu dahshat tiniq ko'rsatadi. Tiniqlik sifati ham yaxshi. Xo'p, boshqa narsalarimiz yo'q. Lekin bu tog'dan tushadigan rejim ham qo'yib ketilgan bunga. Oldingilarda yo'q edi. Agar mabodo xato gapirgan bo'lsam, to'g'rilab ketsizlar bo'ladi kommentariyada yozib. Xo'p, bizda nima bo'ladi? Kiramiz. Siz hozir bu tomondan faqat dalni blije qila olmaysiz, dalni qilib ko'rishingiz mumkin. Blijiga yana qaytarib qo'yasiz. Lekin chiroqlarni yoqa olmaysiz bu tomondan, tashqi tomondan. Faqat mana shu tomondan yonadi. Xohlasangiz avtoga qo'ying. Tun bo'lgan payti o'zi datchiga aniqlaydi-da, sirazi chiroqlarni blije qilib yoqib beradi. Xohlasangiz mana bu tumankalar, gabarit chiroqlari deyiladi. Xohlasangiz mana buni o'zidan yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana yoqsangiz mana yondi. Mana buni o'chirsangiz mana bunisi ham o'zi gabarit chiroqlari. Avtoga qo'ysangiz polni o'chadi, o'zi blije qilib ko'rsatadi. Xohlasangiz mana o'chirib qo'ying. Lekin zo'r qilgan. Bu narsa faqat lida bordi, faqat boshqacha ko'rinishda edi. Zo'r, chotki. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana bu narsalar qo'shilgan. Bunisi ham qo'shilgan. Anchagina xavfsizlik bo'yicha ham parktroniklari dahshat. Tochka dostуп, Wi-Fi, undan tashqari yana boshqa narsalari, internetlari yoqib ishlataverasizlar. 24 soatlik ingliz tilida bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib pastdagi raqamli aloqaga chiqsangizlar, men bemalol tushuntiraman sizlarga. Mana hozir tabloda hech nima yo'q. Mana buni yoqamiz. Mana yondi. Bu tog'dan tushadigan rejim. Deb men o'zim aytaman. Yana kim qanaqa nima deydi, o'zi biladi. Agar qulayroq gap bo'ladigan bo'lsa, yozib ketsangiz, balki keyingi safar ishlatarmiz. Mana sport, komfort, o'sha to'xtash rejimi bu. Xohlasangiz sportga qo'ysangiz qattiqroq to'xtab beradi. Komfortga qo'ysangiz miyaqga o'zini qimirdatib berish rejimi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, bunisi rul. Sportda og'irroq bo'ladi. Komfortga qo'ysak yengil bo'ladi. Sizga o'tadigan bo'lsak, narsalar kerak emas. Eshiklari, ovozi, batareyasi, haydash o'zi hammasi bor bizda. Nima bo'lishi mumkin? Bu Xitoy nimasi? Kartasi.
bizga kerak emas. Qo'yamiz. Mashinani o'ziniki. Xo'p, qaranglar, eng qizig'ini ko'rsataman. Mana oynamiz tushib turibdi. Mana oyna tushib turibdi. Hozir men buni ko'taraman. Mana shuncha qo'ydim. O'zi ko'tarildi. Mana. Ko'rdingizlar? Polni shu. Polni ko'taramiz. Qarang. Men hali mana bunga tekkanim yo'q. Teksam mana shu. Orqasiga o'tsak. Qo'lda bemalol yopib ochaverasiz. Bu tomonlama yaxshi. Xohlasangiz mana bunda. Xohlasangiz mana bunda. Polni. Biz ko'tarib qo'yamiz hozir. Bu ancha zo'r bo'lgan. Xohlasangiz bagaj ochasiz. Mana bunisidan. Xohlasangiz mashinani qulflab qo'yasiz. Xohlasangiz ochasiz. Bachoylarni yopib ochasiz. Mana. Bemalol ishlataverasiz. Xo'p, interyerga keladigan bo'lsak, 360 ko'rinish mashinada. Kelamiz, rangini o'zgartiramiz. Kimga qanaqa rang? Xohlasangiz bu rang, xohlasangiz bu rang, xohlasangiz mana bu mochri rang bo'ladi mashina. Ko'rinishlarcha, xohlasangiz bachoyini qo'lingizda yopib ochasiz. Mana. Qarang, kimga yoqdi? Mana shu Smart Drive kimga yoqdi? Bu 3-pozitsiyadan ham, top opsiyadan ham narxi anchagina arzon. 2-pozitsiya Yuan Up. Ma'lumotlarni yana pastga qo'yib ketamiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilasiz. Kommentariyada qoldirib ketaman. Opsiyada kommentariy deyman. Mayli, kommentariyada ham qoldirib ketaman. Kalitlarimiz o'sha yoqib, qulflab, ochib, 2 marta bosilsa orqa bagaj ochiladi. Bosib tursangiz mashina zavat bo'ladi, yana start oladi. Yana bosib tursangiz mashina o'chadi. Mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, dopopsiyani hozircha ko'rsatdik. Endi mana buni o'zim ko'rsatamiz. Bunimizda nima bor? Birinchi o'rinda bez ключевой yopib ochish uchun. Bachoyimizda slipoy zona yo'q. Keyin qo'lda yopiladi bu. Avtomas. Mashinani ichi qarang. Shopir tomonda avto tushadi. Lekin ko'targaningizda ko'tarilmaydi. Ko'rdingizmi? Narigida mana shu rejimi bor, avto. Eshiklari hammasi avto. Bu tomon charm, bu tomon charm, bu tomon oddiy plastmassa. Tablo, kichkina tablo bo'ladi. Dizayn mana shunaqa ko'rinishda. O'rta bar. Bu ham 2025 yili. Aytib ketishingizdan chiqdi. Narigisi ham 2025. Lekin ichki dizayni o'zgargan, smart bo'lgani uchun. Bu tomonlarda o'sha gitaralar, o'sha narsalar. 360 kamerani ko'rsatamiz. Mana ozgina xira, lekin normal bo'ladi. Xo'p, sport rejimi, eco standart, yana boshqa rejimlar bor. Normal rejimi. Tepasi oddiy tom, narigi ham tepasi oddiy tom bo'ladi. Mana ichki ko'rinishi. Hozirgidek avto yo'q. Ko'rdingizmi? Unda ham o'sha narsalarni beramiz, yuvanab. Xuddi o'sha 1,5 kg zaryadchi, 7 kg zaryadchi polik garantiya. Garantiya biz berganimiz bilan bajarib beramiz. Yo'qa boshqa nimalarga o'xshab qilib ketdingiz. Qarang, orqasida 4 ta partronik bor. Ko'rdingizmi? Oldida 2 ta, 6 ta общий. Narigida oldida 6 ta, orqasida ham 6 ta, 12 ta bo'ladi. Mana shunaqa. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, Telegram qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Bo'pti. Gaplashamiz.